tapishga ishlasa oyog'iga bir narsa kirib ketishi mumkin. Keyin aka mana bu yerga anaqa surishlar qachon qilasiz derazalarni? Agar orasi katta bo'lib ketsa, anaqa bo'ladi, zamechaniya bo'ladi. Anaqa quyasizlar-ku, beton. Vibratsiyani yaxshilab ishlatadi. Assalomu alaykum. Meni ismim Shomusam, Nears firmasida texnodyor bo'lib ishlayman. Mana hozir biz Yangi O'zbekistondagi savdo majmuasiga keldik. Bu yerda qurilishlar ketyapti, fundament ishlari. Shu yerda nazorat qilamiz hozir. Hammasini tekshirib chiqamiz. Noto'g'ri joylari bo'lsa aytamiz. Bolalaringiz kaskada, jiletda ishlasin, tapishkada ishlamasin. Bu tapishkada ishlasa oyog'iga bir narsa kirib ketishi mumkin. Boshqa bo'lishi mumkin, narsa tushib ketishi mumkin. Shagi bor-ku, 20 bergan proyektda. Katta bo'lib ketmasin o'shandan. Buni toqish o'roq turibdi. Shu bitta anaqaga olinglar-da, ruinga. Apalavkani ham cho'tki qilib, qotirib yaxshilab, iloji bo'lsa yoki anaqani mana tekislab qo'yib ishlang, anaqa yoyilib, poylab, ana bolalar yurganda qoqilib tushib, boshqa qilib. Tozalik ham anaqa-da birinchi o'rinda turadigan narsa. Qurilishimizda hammasi loyiha bo'yicha ketyapti. Ikkita zamechaniyalarni prorabimizga berdik, og'zaki zamechaniyalar. Hammasi joy-joyida.